Assalomu alaykum. Keling aka. Aka, 4 ta non beravering. Bo'ldi, hop. Mana aka. Rahmat. Yo'q aka, pulingiz kam, ko'tarib qo'ygansan. 5000 dan edi-yu, kecha ham shu narxga oldim. Endi shunaqa qoldi. Un ko'tarildimi yoki Ramazonligigami? Yo'q, Ramazon emasmi, aka, endi sezon, bilasiz. Aka, Ramazon oyida savdoni ko'tarish savob, narxni emas. Sezon Mana. keyin aka. Ye. Mana aka pulingiz. Ha, aytgancha. Ma'lumot uchun, men asli Go'rkovman. Biz siz bilan albatta qachondir ko'rishamiz. Faqat iltimos, sezon vaqtimizga to'g'ri kelib qolmang.